Qo'rg'on tumanida bunyodkorlik ishlari davom etadi. Abdullayev ko'chasidamiz. Bu masjiddan oldidan to Ichki ishlar ko'chasiga olib boruvchi yo'l. Bu yerda bilasiz, uzoq yillardan beri aholini, demak, haydovchilarni qiynab kelardi, muammo ko'cha edi. Mana endi shu ko'cha dastur asosida asfaltlandi. Mana endi chekkalari betonlanyapti. Demak, betonlanishdan maqsad yo'lga yo'l qo'shish, asfalt umrini uzoq qilish. Juda katta hashar ishlari tashkil etilyapti, obodonlashtirish ishlari. Tuman rahbariyati aholi vakillari bilan suhbatlashyapti. Yanada obod qilish masalalari bo'yicha. Hozir bu ko'chada demak tungi yoritgichlar ham o'rnatilyapti. Tungi yoritgichlar o'rnatiladi. Ko'cha to'liq kameralashtiriladi. Aqlli mahallaga aylantiriladi. Hamma narsa sun'iy intellekt yordamida nazorat qilib boriladi. Endi shu o'rinda aholini ham hech bo'lmasa uyini oldini mana bunday ko'rinishda ariqlarini betonlab, uylarini oldini betonlashga chaqiramiz. Mana shuncha yillar turdi. Mana shahar ko'chasida mana bunday holatlar bo'lishi bu yaxshi emas bu. Hijolatli vaziyat. Tuman markazida mana bunday joylari bo'lishi ham tadbirkorlarimizdan ham iltimos qilamiz. Chiroyli birgalashib obod qilaylik.